Xo'p, meni pullarim harom ekan. Siz Volgani qaysi halol pulga oldingiz deb so'rardim. Ha? Xo'sh. Axir meni otam. Otangizni yaxshi bilaman. Andijonda mashhur telpayfurushlarning nayrangini ham yaxshi bilaman. Shuning uchun halollik haqida boshqalar gapirsa ham, sen indamay yurgin. Xudoyiga borib, Qur'onni o'qib turib, tugunni uchiga nech pul tugularkin deb kutib yurgan mo'ltan odamsan u. Yana menga g'irromdan gapirasan? Tuhmat qilmang. Men Allohning kalomini pulga sotadiganlardan emasman. Jirillama. Bilmagan narsamni gapirmayman, tushundingmi? Bu shaharni